Voy xudo, alangali salom hamma. Kechirasizlar. Вообще planetadan chiqib ketdim. Bu hafta meni ekzamenlarim. Keyin bilasizlarmi nima bo'ldi menga? Kasal bo'ldim. Shuncha hozir magazinga borib, hayriyat bugun juda yaxshiroqman, lekin 2 kunga pastayani kasal bo'ldimda. Endi finalsni vaqtida ham qiynaldim-da. Bitta professorimga so'radim, daftarimni juda kechroq jo'natsam maylimi deb so'radim. Yo'q ham aytibdi-da bu xotin. Endi mayli yozdim bugun. Endi magazinga borib, meditsinamni ham olib, keyin meni kiyimlarimni yuvganim kerak. Shuncha laundry detergent ham olaman. Keyin falon pismalon narsalar ham olaman o'zimni xursand qilib. Hop, xayr. Endi mashikalasini oldim. Keyin bu yaxshiroq Pepsi'dan ko'ra mana shunaqalar yaxshiroqda ichgani. Endi suv eng zo'r narsa, lekin mana shu rosa yoqaman. Narsa. Eng prostoy narsani tanlaymiz biz. Budjetimiz daraja u buvajonim dada buvam bilan dadamni darajaligi katta bas hali iloyim bo'ladi. Hidab ko'raylik-chi. Bo'ladi endi $7 nima oson. Comparisonlarga mana shu kattasida endi baribir asalchada har xil narsalar mani uyimni yonida. Mana har xil ayol kishi yaxshi ko'rgan narsalar, lekin men ko'zimni yumganim kerak, chunki har marta voy mana bu mani paketim. Bilasizlarmi nimaga? Chunki environmentimizga yaxshi birinchidan, keyin uchinchidan pul to'laganlaring kerak plastik paketlarga. Chicago, Kaliforniyada, New Yorkdamikin, bilmayman, balki New Yorkda ham shunaqa policylarda bor. Shuncha o'zimni sumkam bilan hamma narsam ichida. Endi uyda immunitet shotlarda tatib ko'ramiz. Yordam beradimi menga? Yo'q. Ashita daraxtlarni yartilab, hamma narsa chiroyli qishdagi paytga. Ko'chada ballaqlarimni kiymadim-da, shapka kiyib qo'ydim. Ballaqimni kiyib. Qizlar, sizlarga ham g'alati bo'lasizlarmi ballaqlaringni kiymasalaring? Bilmayman. Xuddi kiyim kiymayapman deb his qilaman-da, ballaq kiymasam. Okay. Xush. Qani narsalar? Birinchidan mashina ochamiz. U xuddi apple, olma, crispdagi drink bor. Pepsi'dan ko'ra bu o'zimga yaxshiroq mana shu narsalar. Sizlar ham self-health conscious odamlarsizlarmi bilmayman. Keyin bu immunitet boost, vitamin C bilan turmeric ekan, bilan ginger ichida. Keyin shundan ustidan energy caffeine drink ekan, bilan B6 bilan B12 juice shot ekan. Yana ikkita oldimmi yo bitta? Shu. Birinchi mashina ichi. Mashina boshlanaylik. Turmeric rosam, ginger rosam achchiqda baribir. Okay. Cheers.
yig'layapman. Voy xudo. Keyin bunisini qilaylik. To'qmoqim achib qo'yapti. Cheers. Mazza. Bunisi yaxshiroq ekan. Uy! Ikkalasi ham rosam sho'r. Rahmat men bilan kelganlaringga. Endi yana daftar yozganim kerak. Keyin o'zimni ishim bosim. Hozir 2-3 ta mesajlar jo'natdim. Ishim ham qilganim kerak. Keyin bu kechqurun meni maktabim final breakfast nonushta qiladi bizga har yil. Tradition bo'lib qolganda o'rtoqlarim bilaman. Balki mana shuni ham record qilib jo'nataman buvajonimga. Hop, xayr.